Assalamu alaykum. Qanday olar yaxshimisiz? Salomat qilsin inshaalloh. Men bugun ko'rdinglar, faqat chiqaramadim. Balam kaydırak nanimelerini şundan cicib etibdi. Mana bu yanımı ko'rdinglar. Bu tarafni. Men bu biyo blenderning o'yattirisi chiqarmoqchi. Hozir qarab turinglar. Bunu oldu men shu biyo blenderning o'yattirisini ishlataman. Mana buni chashdim, mana ko'rdinglar. Muşalatı çaştım. Hem de bunu bulutun keyni bilen görüyorlar mı? Çıkıp gitti. Bana bu tarafı mı? Tekrar yazarak yettirisini. Bana görüyorlar mı? Biyo blenderning o'yattirisi bilan men o'tganda degandim, lekinlarni tozalay olay deb, lekin sizlar bilan o'rtoqlashmagan. Mana bu ham qahali hozir qahali. Mana Pak chiqib ketdi mana. Hech qanday zahmatsiz holatda. Mana ko'rdinglar. Bayam qahali, hozir qahali, endi men bu tarafni qilib boqay. Azroqlamni qildim. Bu yerga qarliqni. Mana. Ko'rdinglar, esam chiqdi. Musha'latda qilsanglar bo'ladi yani inshaalloh. Biyo blenderninki o'yattirisi odu kokusunu alohidligini ko'rgansizlar. Hem buni ağalar bek memnun, uzoq puruq yaxshi ekan dedi. Andan keyin uzun suri turdi ekan deb. Bek memnun qoldi haqiqatan bu. Ishqib men haqiqatan hamma narsadan memnun zaten. Ko'rdinglar-ku bayam qaholi bilan hozirgi aholini